Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alumin antrazit rangidan eshik rom tayyorlaganmiz. Xo'sh, buni Toshkentga o'rnatdik. Dastlabki ustomonlari bilan qilib berdik. Boshqacha fasonda ozgina boshqa shakl kirgizib bering deganiga eshigiga boshqacha mana chiroyliroq qilib shakl kirgizib berdik akamizga. Xudo xolisa juda go'zal holatda chiqdi. Akamiz ham internetdan ko'rib zakaz berdi. Igrofkalari har doimgidek go'zal, ruchkalari baquvvatidan, eshiklari balkon profil bo'lgan, qanotlari. Xo'sh, bunda ikkala chekasi yonidan romi ochiladi, bu chekasidan, ikkala chekasidan. Xo'sh, pasti alkafon bo'lgan, oynasi yozuvga oq, har doimgidek 2 qavat paket bo'lgan. O'zi asosan 2 qavatli qilyapti hozirgi kunda, chunki issiq yaxshi tushadi. Xo'sh, bu yerda 2 qanotli eshigi bor buni. Igrofkalari go'zal holatda, har doimgidek. Balkon profilli igrofka juda go'zal keladi hozir. Xo'sh, ichkari holatdan ko'rinishi, rom ruchkalari ham baquvvatida, har doimgidek go'zal holatda. Xo'sh, yana bitta 4 qanotli eshik bu yerda. Bunda ham chekasida romlar ochiladi, go'zal holatda. Igrofkalar go'zal holatda. Bu tomonda oq eshiklari bor. Go'zal holatda chiqdi. 4 qanotli bu ham 6 ko'zli bu. Rom chekasida rom ochiladi, tepasida yo'q, ochilmaydi. Xo'sh, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustanobga vodiy bo'ylab. Mana Toshkentdan ham ishlar bo'lsa, kattaroq ishlar bo'lsa kelaveramiz. Bunga ham kelib o'rnatib berdik. Kvadratlari o'rtacha 600 mingdan boshlayapti. Rasxotiga qarab bittadan rasxotini hisoblaymiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalimizga rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat katta.